Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligida Saudiya Arabistoni podshohligi nazorat va korrupsiyaga qarshi kurashish idorasi prezidenti Mazin Al-Kahmus bilan uchrashuv tashkil etildi. Uchrashuvda ikki davlat aksil korrupsiya idoralari o'rtasida professional aloqalarni kuchaytirish, o'zaro tajriba almashish mexanizmi va yo'nalishlari muhokama qilish hamda xodimlar salohiyatini oshirish masalalari muhokama qilindi. Ta'kidlash lozimki, Saudiya Arabistoni podshohligida nazorat va korrupsiyaga qarshi kurashish idorasi 2011-yilda tashkil etilgan bo'lib, uning rasmiy nomi Nazaxa deyiladi. Mazkur tashkilot faoliyatining asosiy maqsadi halollikni himoya qilish va korrupsiyaga qarshi kurashish milliy strategiyasining amalga oshirilishini nazorat qilishdan iborat. Ikki idora rahbarlarining ilk muloqoti 2024-yil noyabr oyida Qatarning Doha shahrida bo'lib o'tgan Islom hamkorlik tashkilotining korrupsiyaga qarshi kurashish organlari ikkinchi vazirlar yig'ilishi doirasida tashkil etilgan edi. Navbatdagi uchrashuvda Nazaxa prezidenti Mazin Al-Kahmus O'zbekistonning mintaqa mamlakatlari orasida sohada sezilarli ijobiy natijalarga erishayotgani, bu esa mamlakatimizning korrupsiyaga qarshi kurashishga oid xalqaro reyting va indekslardagi o'rni yildan yilga ko'tarilayotganida aks etayotganini alohida e'tirof etdi. O'z navbatda agentlik direktori Akmal Burxonov mamlakatimiz aksil korrupsiya islohotlari rivojida xalqaro hamkorlikning ahamiyatiga urg'u berib, xususan Saudiya Arabistonining sohadagi ilg'or tajriba va amaliyotini yaqindan o'rganish, korrupsiyaga qarshi kurashda yangi mexanizmlarni joriy etish imkoniyatlarini yanada kengaytirishiga xizmat qilishini ta'kidlab o'tdi. Mamlakatlarimiz o'rtasidagi munosabatlar izchil rivojlanib, strategik ahamiyat kasb etmoqda. O'zbekiston Saudiya Arabistoni bilan barqaror, ochiq va samarali muloqotni qadrlaydi. Yaqin hamkorlikda ishlashga, o'z tajribamiz bilan o'rtoqlashishga va sizning yutuqlaringizni va bugungi uchrashuvni yangi sahifa sifatida qabul qilib, hamkorligimizni yangi bosqichga olib chiqish imkoniyati sifatida ko'ramiz. Shundan so'ng tomonlar o'rtasida tajriba almashish, ikki idora xodimlarining salohiyati va malakasini oshirishga qaratilgan o'quv dasturlar hamda qo'shma loyihalarni amalga oshirish masalalarida muzokaralar o'tkazildi. Uchrashuv doirasida agentlik va Nazaxa o'rtasida ikki tomonlama hamkorlikning huquqiy asosini yaratuvchi o'zaro anglashuv memorandumi imzolandi. Aniq vazifa va rejalar belgilab olindi.